Sizga metan yaxshimi yoki propanmi? Sizga komfort kerakmi yoki ekonommi? Siz shuni kommentariyada yozib keting. Xo'p, bugungi video obzorda 12 avtomobilni boshqacha video obzor qilib beramiz. Ya'ni 100 ming so'm pul bilan qancha kilometraj metan yurib o'tishingiz mumkin? 100 ming so'm pul bilan propanda siz 12 avtomobilda qancha harakatlanib o'tishingiz mumkin? Eng kamida siz obuna bo'lib turing. Xuddi mana shunga o'xshash ma'lumotlarni Sirdaryo metangiz ayni bizning profilimiz 100% berib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, birinchi o'rindan metanga keladigan bo'lsak, 100 ming so'm pul bilan 300 kilometr harakatlanishingiz mumkin va undan oshiqroq. Ahamiyat berib qo'yasiz, uстановка yubileyni holatda qilgansiz, tagiga obshipkalar qo'yib, xudo xolasa hech qanday muammo qilmaydi. Zapaskani olishda ham umuman muammo qilmaydi. Endilikda agar 40 talik balon qo'yadigan bo'lsangiz, 12 avtomobilga 100 ming so'm pul bilan 200 va 200 kilometrdan oshiqroq kilometraj yurib o'tishingiz mumkin. Endi konditsioner qo'shganda ham hech qanday muammo qilmasin, dash benzindan zo'r yursin deydigan bo'lsangiz, komfortli propanda sizga faqat yubileynisini taklif qilib qolamiz. Yo'q, menga 1000 so'm bo'lsa ham pul deydigan taksi akalarimizga baribir metan arzonroq tushadi. Biz lekin haqiqatda aytamiz, metanda konditsionerda yozgi kunida ozginchagina motor 3 silindr bo'lgan hisobiga qaltirash bo'lib qolishi mumkin. Sirdaryo metangaz har qanday turdagi avtomobillarga yuqori sifatda propan ham metan ham uстановка qilib beramiz. Ko'pchilik bizni ma'lumotni berganimizga ko'ra bloger deb o'ylayotgan. Yo'q, biz bloger emasmiz, 100% ustamiz. Keling, kafolati bilan uстановка qilib beramiz. Sirdaryo metangaz ishonchli, sifatli xizmatni sizga taklif qilib qoladi. Bu videoni 12 kishilarga yuborib qo'ying. Qaytarib o'tamiz, har doimgidek o'sha gap, siz sifatga talashing. Biz sizni mashinangizni sifatli holatda yoki propan yoki metan tanlash ixtiyorini berib, uстановка qilib beramiz. Tanlash ixtiyori sizdan, sifatli xizmat ko'rsatish bizdan. Sirdaryo metangaz 24 ga yetdi. Bu videoni 12 kishilarga yuborib qo'ying.